Assalomu alaykum hammaga. Bizda yangi proyekt boshlaganmiz. Xudo xolasa, mana shunaqangi remontga tayyor obyektlarni olib, o'zimiz dizaynimiz bo'yicha o'zimiz polniy ishlarni qilib bitirib berishga olib qolganmiz. Ko'rishni ham mumkin. Bu uy qurilganiga ancha yil bo'lgan, lekin hozirgi mana shu ko'ringan bu dizaynlar hozirgi kunga talab bermaydi. Shuning uchun biz o'zimizga moslab noldan katalog qismini polniy figuralarni almashtirib o'zimizga moslaymiz. Video davomida qo'yib boramiz. Hozir bitta obzorini ko'rib chiqamiz. Uyda bitta kirishda buni osiltirib, gipsokardon qoqilgan, o'zinaga osiltirib, agar iloji bo'lsa, mana shu noliga taqab ko'tariladi gipsokardon. Birinchi ishi, ikkinchi etajda polniy figura, mana shu ko'rgan polniy figura buziladi. Biz aytib turgan figuralar boshqatdan nolidan taqab beriladi. Keyin tepaga chiqamiz. Tepada bittadan hammasi polniy buziladi. Mana shu katalogda regel bor, bu ancha tushib ketgan ekan. Xudo xolasa, polniy birinchi o'rinda gipsokardonli ishlari, mana shu patolog qismida ko'rinib turgan polniy ishlarni figurasini almashtiramiz. Ba'zi bir narsalar biroz nooddatiyroq bo'lib qolgan. Shularni to'g'rilab, qo'llangancha kam-kettigini yopib, ishga tayyor qilib olsak, xudo xolasa bekka qolgan ustalarimiz keladi, tayyorgarchilar, malyar ustalarimiz kelib ishni boshlashadi. Birinchi qism buzishdan boshladik. Video davomida buzilgani jarayonlarni ham qo'yib boramiz.